Ayol o'z o'g'lini pichoqlab qo'ydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Turkiyaning Istanbul shahri Kartal tumanida 28 yoshli o'zbekistonlik ayol moliyaviy qiyinchiliklari tufayli yuzaga kelgan janjal chog'ida erini pichoq bilan yaralab o'ldirdi. Bu haqda Nefes gazetasi xabar berdi. Voqea joriy yilning 6-aprel kuni soat 21:30 atrofida Karliktepa mahallasi binoning 3-qavatidagi kvartirada yuz bergan. Aytilishicha, O'zbekiston fuqarosi ST va turmush qurgani 4 yil bo'lgan Emre Erim o'rtasida moliyaviy sabablarga ko'ra janjal kelib chiqqan. Janjal tezda mushtlashuvga aylanib ketgan. Bundan g'azablangan ayol oshxonadagi pichoq bilan turmush o'rtog'i Emre Erimga tan jarohati yetkazgan. Oqibatda og'ir tan jarohati olgan erkak vafot etgan. Marhumning jasadi ekspertiza uchun sud tibbiy institutiga yuborilgan. Kartal tumanida Ichki ishlar vazirligiga qarashli militsiya guruhlari tomonidan olib borilgan ishlar chog'ida qochishga uringan ST qo'lga olingan. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.